Şinjan Kamera Medeniyet Tarqıtış Şirketi televiziya ilani, televiziya programmasi, televiziya teatri, mikrofilmlarni ishlash, shundaqla cho'ng kichik murosimlarni planlash va o'tkazish. Shirkatlarning tashviqot planini tuzish va LED ekranini ijara berish qatorliq turlar bilan shug'ullanadi. Agar yuqorqi turlarga ehtiyojingiz bo'lsa, Kamera Madaniyat Tarqitish Shirkati sizning eng yaxshi tanlashingiz bo'la oladi. Şinjan Kamera Madaniyat Tarqitish Shirkati. Yangi asr to'y mulozimat markazi. Somebody I can kiss. I want something just like this. I want something just like this. Hayotingizdagi unutilg'isiz aslimalarni qoldiradigan to'y marikangizning texmi go'zal, ma'nalik bo'lishi uchun yangi asr to'y mulozimat markazimiz har xil to'y mashinalari, to'y kiyim, to'y girim, to'y suratchiligini siz uchun tayyor qildik. Yetim isir meyitlarga bahoda alohida e'tibor qilamiz. Baxt qo'ynida jilvalangan kulkingizni ko'rish bizning nishonimiz. Undaqda darhol biz bilan aloqalashing. Yangi asr to'y mulozimat markazi. Yangi fason va satqi yuqori bo'lgan oltin zivzinatlarini top va parcha tarqatadigan Tilsim oltin do'konimizda davlatimiz va chet ellardan kunda degudek yangi fasonlar xaridorlar bilan yuz ko'rishidi. Esil, sifatli, chiroyli zivzinatlar bilan go'zalligingizni namoyon qilay desangiz, Tilsimga keling. Adresi Buloqbeshi ko'chasi Atirgul restoranining usti 4-qavat 217-do'kon. Telefon 0991 88 22 222. Tilsim oltinlari. Programımız orqali sizlar uchun xizmat qilishni o'zimning xushalliqi, baxti, ta'li deb bilib kelayotgan riyosatchi do'stlar Gulshan Mamat Tursun. Haftalik sahna programmamizni albatta sizlarga bag'ishlagan go'zal tilaklarimiz bilan boshlaymiz. Har bir kuninglarning bayram kunlaridek xushal xo'ramlik ichida o'tishini chin yuragimizdan umid qilamiz. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, hammamizning muhabbatli hikoyalar bo'lgan, shundaqmi? Shaxsan mening muhabbat hikoyalarim bo'lgan. Albatta shu muhabbatli hikoyalarimizga muhabbat kuylari jo'r bo'lgan. Shu muhabbatlik hikoyalarimizga jo'r bo'lgan muhabbatli kuylari mangu esimizdan chiqmaydi. Xo'sh, unda bo'lsa, bu ham programmamizdagi suyimli cho'lpinimiz kimdir? Albatta bizning muhabbatli hikoyalarimiz bilan munosabatlik. U bo'lsa-mu o'zining mungluq ovozi, sehrli kuch bilan hammamizni qoyil qilib kelayotgan, bo'libmi muhabbatli kuylar bilan yurak tarimizni chekib kelayotgan suyimli cho'lpinimiz, naqshchimiz Gulyar Yaqub adimiz. Gilyarada xush kelibsiz, qarshi olamiz. Oldi bilan ko'rmanlarimizga, tomoshabin do'stlarimizga salomingizni yetkazayotgan bo'lsingizda. Yaxshimisizlar, ekran oldidagi barliq aziz ko'rmanlar, o'tag'an barliq inson mendan o'tliq salomlar bo'lsin. Gilyarada oldi bilan qimmatli vaqtingizni chiqarib programmamiz qatnashganingizga programmamiz nomidan minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat ada. Sizning muhabbatli kuylaringiz talaylığan muhabbatli qalblarning yuragini chekib keldi. Buningdagi eng muhim sabab sizning ovozingizda bir mungning bo'lganligidan derak ba'z kerak deb o'ylayman da. O'zingiz mana shunday o'ylamsiz? Men mana shunday o'ylayman. Endi bu ovoz masalasi kelsak, to'g'molatda bo'ldi ekan, keyingilarni mashq orqali yetildirib oldik ekanmiz. Mendagi bu momo shu to'g'mikin deb o'ylayman. Eski bo'lgan o'tda qizg'inlik, mehr, muhabbat, ishtiyoq. Sizdagi shu tug'mi bo'lgan, shu mo'nga texmi kuch berganda, endi bu tug'mi ovozga keyin o'zingizning kechirmishlaringizmi, albatta o'zingizning muhabbatli hikoyalaringiz qo'shilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun shuning kaynida aytilgan naqshlar texmi bakrak mo'nliq chiqqan bo'lishi mumkin, shundaqmida? Ashta bo'ldi ekan. Masalan, o'chog'da chiqqan Şaraytmı bek iktidai. Bir tal öy. Ananki işte bir tal. Şarp loyingji ünalgı. Loyingdayını qop qo'ymiz. Xatını qop qo'ymiz. Mayaqdan çaldı, mayaqdan nahmaydan etimiz. Ovoz yasash degan narsa yo'q-da. Ovoz yasash fursati yo'q, nol degan gap. Kirgan ovoz bevosita ilindi.
kompüterda uni yasaymiz, mayeri qiykitibdi, mayeri chukitibdi ovozning degan bundaq sharoit yo'q. Ya'ni 89-yildan keyinlam endi naqsh sohasiga qadam qo'ydingiz desak bo'ldi ada. Shundaq qo'ydilar-da. 89-yildan keyin 90-yillarga kirib ketdi. 90-yillarga kirgandan keyin siz o'rinlagan shu muhabbatli kuylar bo'libmi, gitar tankash qilingan muhabbatli kuylar ajoyib bir modaga aylandi-da. Nagilib bo'lsa, shu davrdagi qurdoshlar, do'stlar hammaylar Guliyara naqshini anglaydi. Plastinkaniki oldida, bu plastinkaning endi bu texnik mukammal bo'lgan vaqtimiz. Masalan, buningda shu rasm bor, ismim bor, nashr huquqi numeri bor, bu mukammallashdi degan gap. Texnik mukammallashgan so'ngan gul deb bir gitar bilan o'rilgan unalg'u lentisi shundaqmi? To'g'ri. Mana hozir keyingi yoshlar yoqtirib kelayotgan, masalan, qarab qoldim orqangdan degan naqshi bor. Yonlaringda boshqa gul bormi degan naqsham bor. Shuncha kutgandim, Roziman. Bək yoqtirib anglaydiqchimi da? Rozi bo'l söyganim, mana endi ketdim. Mana rozi bo'l degan naqsham bor. Sungan gul mukammal chiqqan bir. Endi shu vaqtdagi yoshlar chiqroq menga bu ölməz bir plastinka. Bək yaxşı naqshlar yug'urilgan deydi. Bək setilgan bo'g'iydi Guliyarada. Tiraji yaxshi. Tiraji bək yaxshi. Ishqib menday chiqirib, daychilarimga ziyon solgan naqsh emas. Qayda akeldingizda. Bu setilishning oqisida cho'qim emgak tarba. To'g'ri, Bu hargiz mening ta'lay peshonamdan emas. Masalan, qizlar jiqroq uy ishlar qilib qolmiz. Masalan, yer supurish, qoch yuvish jarayonida men cho'qim naqshni ijodiyatni o'ylaydim. Masalan, men not o'qimayman. Bu bir reallik, not o'qimayman. Shunday ahvolda qanday ijodiyat qilish kerak? To'g'ri. Masalan, men shuncha kutgandim degan naqshamni qinchlayman-da, qoch yuvitib, ovozimni qo'yib, bo'sh ovozda qinchlab ahang yangi bir ahang chiqdi. Şekillendi. Şu görüp bir loyun qilish kerak buni. Çünkü bunun ayıqını çıkarışım kerak. Bunu koyup mesela 2 mısra buluşum mümkün. Koyup yani bir günü vaqtim chiqqan kundan keyin buni mukammalashtirdim. Bu ahang qanday bo'lib ketdi? Qanday boshladim deb bilib onundan keyin buning oqisini cho'qqim chiqarishim kerak. Cho'qqim g'ayrat qilma. Chiqaray buning kaynini deb chiqirdim. Tekisini andan keyin o bala hissiyat deymiz o vaqtdagi yoshlarning bala hissiyat bo'ldi-ku. Tabiiy hissiyatlarimiz bilan naqsh tekstini saltdim buningga. Shuning uchun bu naqshning teksti shunchalik oddiy. Dunyodagi eng ta'sirli murakkab narsani oddiylashtirish. Shu siz intayin oddiy tilda boshqalarga ifodalab bera oldingiz. Asli mundaq bir jarayonlar bor ekanda Guliyarada biz ham do'stlarimiz bilan paranglish jarayonida naqshlaringizni ham kundadagidek anglaymiz-ku. Biz qanday o'ylabdik desangiz, bu Guliyarada shu davering shu muhabbatlashib, azar yeb qolgan. Ayrilib ketgandan keyin qattiq azar yeb, shu yuragi butun azobga to'lib ketganligidan shu ijodiyat mushta tabiiy chiqdi ekanda. Nimishqa bo'lmasa bu yo sulg'an gün, yo gul bo'lmasa ish qilib aytayotgan naqshlarda bir mush ayrilib ketganlarni, andan keyin muhabbatlarga bo'lgan sevg'inish bor-da. Siz ham mana o'zimiz chashda tahlil qilib tushundim. Shu universitet o'qiyotgan vaqtimda shunda bir ochash bilan paranglish jarayonida buniki qattiq bir muhabbat kechirmishini anglab qoldim. Ondan keyin muhabbat mundaqmi bo'ldi ekan? Mundaqmi azoblanishlar bo'ldi ekan deb shunlar söyganimni bilib tursangmi deb bir vals naqshi ijod qilganman. Bu vals naqshi shunda yana bir sungan gulmi? Yana bir o'zim bilan o'xshash naqsh aytayotgan bir kasbdeshimning, do'stimning kechirmishiga andan sungan gul degan naqshni ijod qilgan. Adam muhabbatdan ayrilolmaymiz shundaq-ku, har qanday bo'lsin, qarindoshlik muhabbati, qiz yigitlar muhabbati bo'lsin, ota-ona bo'lgan muhabbat, farzand bo'lgan muhabbat, hammasi bizning naqshlarimizda kuyilindi. Har xil o'xshamagan holatda kuylaymiz, ba'zilarini xo'shal holatda, ba'zilarini qayg'uli holatda degandek. Har qanday odamning yuragida bir ayrilish, bir yarasi bo'ldi. Lekin
Buni qandaq bir taraf qilish kerak? Buni yaxshi aslim qilib saqlab olish kerak. ijodiyat orqali Gülyar Yaqub ijodiyat orqali saqlab oldi. Sizlar bo'lsanglar yaxshi aslim orqali saqlayinglar. Har to'g'ri. qandaq azobli muhabbatnimi chosh oqaganda, bosh yostiqqa tekkanda o'ylasanglar, bu bir yaxshi aslima. Mush jarayon bir yaxshi aslima deb qarayman. Shuni yosh vaqtlarimda ayrilib ketsam, yig'laydim. Keyin o'ylasam, bu yig'lamaydan xo'shallik ekan. Jarayonni aslash kerak ekanda. Mendimi muhabbatlashgan vaqtim bo'lgan. Masalan, mening aytgan naqshlarimning chiqisi, mening o'zimning muhabbatimniki ijodiyatlari. Bu yosh tugab ketdi, Umar Osmon. Men o'ylayman, ekran oldidagi hamma shu naqsha qiziqayotgan yo'q yoki bo'lmasa shu barliq tomoshabinlar shu naqshlarimni yaxshi ko'rish bilan birlikda shu bolaning ismini belgilash kerak deb qarayman. Chunki bu bola 24 yosh kirishdan burun shu men aytgan nurg'ulg'an naqshlarni, Fatima aytgan nurg'ulg'an naqshlarni vujudga keltirib bo'lgan. Shunga ismini bir deb o'tkitay dedim. Masalan, Murading yatding miyar. Muzikasimi o'zining, so'zimi o'zining. İnsan baxti deb bir yaxshi bir naqshi bor. Andan keyin pushaymon deb bir naqshi bor. Hammamiz tanishgan jahanni hamma yaxshi ko'rgan naqshi shundaqmi? Qaplashqa deb bir mo'ngluq naqshimiz bor. Bu shuning ijodiyati. Tanglejunni hammamiz bilamiz. Shundaq yaxshi bir as. Tanglejunning menga o'xshash farzandi yo'q. Farzandsiz. Endi u bir eg'iz shunday yaxshi gapni bizga qoldiribdi. San'atchi bo'lsin, odatdagi odamlar bo'lsin, boshqalarning yuragida o'zimizning ovozining saqlanib qolishi bu eng cho'ng baxt. Yaqinda bir salonga bir naqshi berdim. Naqshida shunday bir eg'iz gap yozib qo'ydim-da, bu salonniki bir tarjimon yozib bergan bo'lsangiz debdi mening tarjimonimni. Tarjimonimning eng aqsqa men naqshlarimni xuddi boshqa onalar o'zining farzandlarini yaxshi ko'rgan shunday hissiyotda men har bir naqshamni o'z farzandimdek yaxshi ko'raman deb yozsam, salonchi dedi, Gülyar bek yaxshi gapgan, shunday yaxshi gap yozibsiz degan. Chunki men shular bilan birlikda o'sib yetildim. Farzandlarimdek mening uningga nimam bor, mehr muhabbatim bor. Menimcha mushning o'zi hamda siz uchun mush bir umringizdagi eng cho'ng natija. Oson emas-da, rosa sanmasak, natijaga kelsak, bir odam bir ishni boshlaganda hargiz natijasini o'ylashmaydi. Masalan, 20 yildan keyin mundaq Gülyar Yaqubman deganni o'ylab boqqan emasman. Faqat o'zimning yaxshi ko'rgan shu naqsh kasb uchunlam kichik tirishchanlik ko'rsatib mangdim-da. Bu naqsh kasbi boshqa kasblarga faqat o'xshamaydigan bir kasb ekan. Buning ichiga shu kirgan siri bir mushkul ekan. Jiq odamlar hozir jiq men bilan billa shu qadam boshlagan naqshchilar jiqlari voz kechgan. Men demoqchi o'g'lim shu xosliqim bilan hozirgi natijalarim bo'lgan bo'lishi mumkin deb qarayman. 90-yillarda eng moda bo'lgan naqsha Sungan Gulmi yoki ada? Sungan Gul, Murading yatding. 90-yillardagi mening vakil xarakterlik naqshlarim eng bug'ini shuncha ketgandim. Yanlaringda boshqa gul bormi? Ikki misra aytib beraman sizga. Yanlaringda boshqa gul bormi? Ko'nglingda sevgan yor bormi? Shuncha kutgandim, yayrim kelmading. Ko'nglingni sen kimga berding? Shuncha kutgandim, yayrim kelmading. Ko'nglingni sen kimga berding? Ya'ni 90-yillarda moda bo'lgan naqshlaringiz 2006-yilga kelganda yana bir moda bo'lib ketdi. Bizmi da xushal bo'ldik. Albatta o'zingizmi xush bo'lgan bo'lishingiz mumkin edi. Yana bir moda bo'ldi. 2001dan boshlab 2005gacha oqqaqidan 3 video plastinkam bozorga silindi. Video plastinkam men. Bu men uchun cho'ng bir natija deb qarayman. Dastlabda birinchi plastinkamni bozorga soldi. Bu yaxshi utuqliq bo'ldi. Hech bo'lmagan chaqda
Dadam degandek men qor nopus naqshchidan nopusi bor naqshchiga aylandim degan gap. Dadam shundoq deb menga endi radiya berib bu kasbni yon, adabiyot kasbini yaxshi o'qi deydi. Nimishda deb so'raganimda sen qor nopus naqshchi, sening hatto bir rasmingmi yo'q dedi. Plastik bir emdelik ünalgı lentlerin üstü. Aşındaq zamanlarda şunun radiya bereldim-de. VCD'ni görüp hayacanlı bir netice oldu. Fəxrinib işkimizden Mimahan işkimizden kendimizge elan xabarını çaplap koydu. Dadam. O emdi men üçün yaxşı bir netice hayatımdaki. Haqiqatan 3 plastik chiqarish degan bu cho'qim men mende bir alaydilik, bir mükemmellik bo'lmasa, baza bizni rad qo'ydi. Bir yarim yilda bir chiqdi degan gap. Shunami? Baza rad qilmadi degan gap.
bek yaxshi bo'pti jumu Gülerada. Sho'pmi? Boya dedim gamdi davrimizdagi ya'ni biz bilan davrdoshlarning, qurdoshlarning, bulubmu naqshchilarning aytolmagan, nurg'unlagan yurak sadosini siz ifodalab berdingiz ada. Unda bo'lsa tomoshabin do'stlar, amdi savol so'rashni o'tishlar keldi. Sizlarning qanday savollaringlar bordi? Gülyarada yaxshimisiz? Siz naqsh tanlaganda qaysi nuqtalarga eng diqqat qilasiz? Odatda men naqsh tanlagan vaqtimda o'zimning ovoz doiramdagi masalan yuqori ovozim, tuvan ovoz tushalamdimi, yuqori ovozga chiqalamdiman degan nuqtalarga bakrak diqqat qilaman. Men emas, hamma naqshchi. Naqsh aytolmaydigan hammamiz shundaqmi? Mush nuqtaga birinchi bo'lib diqqat qilamiz. Masalan, men ko'proq ommabop naqshlarni aytaman. Ommabopniki bilamsizlar, men bilmadim. Eng diqqat qiladigan bir nuqtasi bor. Hissiyot. Hissiyotni biz qarshi tarafga yetkazib bera olishimiz kerak. Shunga tekisga bek e'tibor qilman. Gülyarada yaxshimisiz? Siz hozirmi ijodiyatdan shug'ullanyapsiz? Bu yaxshi savol bo'ldi. Hozirmi ijodiyatlar bilan shug'ullanaman, lekin burunqidek bo'lmay qoldi endi. Lekin tirishima. Tomoshabinlardan mendan kutgan umidini yerda qolmayman. Rahmat sizlarga. Rahmat ada. Tomoshabinlarimizmi bak yaxshi savollarni so'rab berdi. Ya'ni birinchi savol naqsh tanlaganda qaysi nuqtalarga diqqat qilish, undan boshqa hamda ijodiyat bilan shug'ullanayotganligidan uchur berdi Gülyarada. Bizningmi umidimiz, armonimizmi ham shu eng tez suratda sizning yangi ijodiyatingiz bilan yuz ko'rishish bo'lamdi ada. Hamda shu savollarimiz bor. Endi bu savollarga siz cho'qim qisqa javob berishingiz kerak edi. Endi men savolni sal tezroq so'rayman. Shunga sizmi o'ylashmaylar mana shu birinchi inkasga nima kelsa shuni javob beramiz edi. Yolg'onchilik yo'qmi? O'ylashamaymiz, o'ylashadigan vaqt yo'q. Biz boshlab ketdik edi. Sizning naqshlaringizni yoshlarning yaxshi ko'rishligi sabab neda? Tez javob bering. Muhabbatda. To'g'ri bo'ldi, tugdi, muhabbatda. Gülyarada siz izchil bir xil uslubda naqsh aytibsiz. Uslubingizni o'zgartirishni o'ylashib baqdingizmi? Yo'q. O'ylashib baqmadingiz. Bo'ldilar shu payz hozirgi uslubingiz. Kasbiy hayotingizda eng unutilmaydigan ish nima? Naqshlarim. Ijodiyatlaringiz. Ijodiyatlarim. Eng o'kindigan ishingiz nima? Farzandsiz. Eng xushal bo'lgan vaqtingizda? Eng xushal bo'lgan vaqtim sahnaga chiqqan vaqtim. Eng oxirgi savol. Arzu armonlaringizda? Arzuyum yangi naqshlarimni tomoshabinlar bilan yuz ko'rishtirish. Ekran oldidagi qadrli ko'rbalar, shunaqla naq maydondagi tomoshabin do'stlar, Gulyaradimiz bilan shunchalik go'zal mungdashdik, paranglashdik, ham suhbatda bo'ldik. Naqshning o'zi muhabbat, shundoq qo'yadi. Endi bu muhabbatni naqsh orqali, mushu mung orqali, kuylari orqali yetkazib bergan kishilar dal sizlar, naqshchilar, san'atkorlar. To'g'ri. Bo'libmi Gülyarada siz o'zingizning mehr muhabbatingiz bilan, mungluq kuyingiz bilan, sehriy kuchingiz bilan anglag'uchilarimizga, tanishuvchilarimizga yetkazib beryapsiz. Shunlashqa talaylagan muhabbatli kuylarni titritib kelyapsiz. Ovozingizdagi kuyning mangu mana mushundaq sehriy kuchini yo'qotib qo'ymasligini chin yuragimdan umid qilman. Uningdan boshqa o'zingizning barcha arzu armonlaringizning amalga oshishini chin yuragimdan umid qilman. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, shundaqla naq maydondagi tomoshabin do'stlar, bu son programmamiz orqali biz Gülyar Yaqubadimiz bilan texmo cho'nqur tunishgan bo'ldik. Mehr muhabbatimiz haqiqatan cho'nqurlashdi deb o'ylayman. Chunki naqshini biz muhabbat deymiz. Shu muhabbatni anglag'uchilarga yetkazib berguchilar dal sizlar, naqshchilar hada. Bo'libmi Gülyarada siz o'zingizning mush ovozingizdagi mo'ngiz bilan, sehriy kuchingiz bilan muhabbatli qalblarni titritib kelyapsiz. Rahmat. Endi mush fursatda tomoshabinlarimizga, anglag'uchilarimizga deydigan qandaq yurak so'zlaringiz bor. Cho'qim rahmat aytishni o'ylayapsiz. Chunki rahmat aytishmi bir go'zal ishga deb o'ylab qoldim. To'g'ri. Chunki boshqalar bizga bir rahmat aytadigan fursatni berganning o'zi bir g'animat. Bir g'animat. Shundoq. Men barliq mening tomoshabinlarimga, shu o'tgan barliq insonlarimga deydiganim, menga bizni qo'lingizga rahmat, tashakkur bildiraman. Yana desam, tomoshabinsiz naqshchi u hech nima emas. U kuchsizlanib qoldi, halsizlanib qoldi. Shuning uchun san'atchilar
Mush tomoshabinlarning qo'llashiga ehtiyojmiz. Biz sizlarni qo'llaymiz. Mush qo'llaganlarga men yana bir qatim tashakkur, rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Rahmat ada. Güler ada bugun yana bir mijozingizdagi isillikni his qildim. Nima deganda samimiylik. Har qanday bir savolga nisbatan shunchalik samimiylik bilan javob berdingiz. To'g'ri. Mushu samimiylikli bo'ldi ekan, siz har qanday vaqtda, har qanday joyda yuzingiz yo'riq bo'ladi Güler ada. Eng oxirida shu muhabbatlik qalblarni titratgan ovozingizdagi shu munglar uzilib qolmasin. Kuylar üzülüp qalmışsın. Hamma işler özünüz o'ylaganınızdek shuncha go'zal bo'lsin. Qadringiz egizli bo'lsin, ishlaringiz ilgari bo'lsin. Hada rahmat Gulshan. Sizga rahmat. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabin do'stlar, haftalik sahna programmamizning bu soni mishada yaxlashdi. Keng son programmamizda yanala isil mazmunlar bilan sizlarga xizmat qilishga tayyormiz. Kun tartibida